Biz u bilan 1 yildan beri gaplashamiz. Lekin hech kimga aytmaganmiz. Har safar urushganimizda bo'ldi, onam bilan tanishtiraman deyardi-yu, bir haftalab yo'qolib ketardi. Telefon ham qilmasdi, ko'rinmasdi ham, SMS yozsam javob ham bermasdi. Bir haftadan keyin esa paydo bo'lardi-yu, kechirim so'rardi, men yana laqqa tushardim. Keyin u meni dugonalarimdan uzoq qilishga boshladi. Hech kim bilan gapirishga qo'ymasdi. Instagramga kam ko'rinadigan bo'ldim, chunki faqat yig'lardim. San'at yomon, kosmetolog yomon, hamma u uchun yomon edi. Eng qizig'i yomon deb o'zi yo'qolib ketdi. O'rtadan 4 oy o'tib ketibdi. Faqat bayramlarga paydo bo'lib, menga otkritkalar uzatib turardi. Bir kuni yorildim. Martdan keyin уже boshqa bayram yo'q. Endi qaysi bayramga tabriklamoqchisiz? 9-maygami? Smaylikcha uzatdi-yu. Shu bayram bor ekan, men sen bilan chaqchaqlashaman dedi. Efsha. Yana yo'qoldi. Meni ishim unga faqat xalaqit bergan, lekin boshidan imенно ishim uchun meni yoqtirib qolgan. Shu ishim uchun urushardik. Ost-osta уже basharamga e'tibor beradigan bo'ldi-yu, qo'shimni tagini ana bunday qilib ko'rganingizga hech narsa bo'lmasligi kerak dedi. Tirnoq mumkin emas dedi, qilmaysan dedi. Kiprik qo'yish mumkin emas dedi, qo'ymaysan dedi. Hay dedim. Lekin oxiriga buncha semirib ketibsan, izingga qara dedi. Davom etaveraymi?